Assalomu alaykum o'rtoq logistlar. Ushbu videoda sizlarga logistikaga kirishi 5 ta qadamini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Demak, logistikaga ishga kirishni ilk qadami bu sizga CV kerak bo'ladi. CV nima deydigan bo'lsangiz, bu rezyume hisoblanadi. Ushbu rezyumeda o'zingiz haqingizda ko'proq ma'lumot berishga harakat qiling. O'zingizning qiziqishlaringiz, nega aynan logistikaga kirmoqchisiz? Albatta o'zingizni rasmingizni, yoshingizni va yashash joyingizni ham kiritib keting. Ko'pchiliklar oddiy shu ma'lumotlarni ham noto'g'ri kiritishganligi uchun ko'pincha ishga qabul qilinishmaydi. Albatta shu ma'lumotlarni kiriting va sizga bitta lifehack beraman. Ingliz tili darajangizni kiritayotganingizda обязательно listening bilan speakingingizni alohida ta'kidlab keting. Agar listeningingiz, speakingingiz qolgan ko'nikmalaringizga nisbatan balandroq bo'lsa, albatta shuni CV'ingizda etib ketishni unutmang. Ikkinchi qadamimiz bu intervyu hisoblanadi. Siz CV'ingizni yaratdingiz, CV'ingiz chiroyli bo'lib, sizni endi intervyuga chaqirishyapti. Intervyuda nimalar bo'ladi deydigan bo'lsangiz, asosan suhbat bo'ladi. Siz haqingizda ko'pincha savol berishadi, sizni qiziqishlaringiz, schedulingiz haqida nechidan nechagacha ishlay olasiz, o'qiysizmi, ishlaysizmi, qayerda yashaysiz, ingliz tili darajangiz. Albatta bu hamma jarayon suhbat, ya'ni ingliz tilida olib boriladi. Agar intervyuda siz savollarga to'g'ri javob bera olsangiz, intervyuda ham o'zini savollari bo'ladi. Bu haqida men alohida darslarimda o'tib ketganman. Ushbu savollarga to'g'ri javob beradigan bo'lsangiz, intervyungiz muvaffaqiyatli o'tadi va sizni 3-qadam kutib oladi. 3-qadam bu trening hisoblanadi. Treningda siz уже logistika kompaniyasiga ishga kelib, kuniga 10 soat kompyuter oldida o'tirasiz. Ba'zida o'zingiz, ba'zida qaysidir bir dispetcherga yoki updaterga sizni sherik qilib qo'yishadi va uni oldida siz 2 hafta davomida ish o'rganasiz. Va shu trening mobaynida sizga mentorlik qilayotgan dispetcher yoki updaterdan savollar so'rashadi. Xo'p, bu bola yaxshi o'zlashtiryaptimi yoki uncha ingliz tilisi yaxshi bo'lmadimi, telefonlarga qanaqa javob beradi deb siz haqingizda feedbacklar olishadi. 2 hafta davomida siz o'zingizni zo'r ko'rsatishingiz kerak, chunki shu trening sizni ishda qolmasligingizga dalolat beradi. Endi 4-qadamga o'tamiz o'rtoqlar. 4-qadam bu demo hisoblanadi. Demo bu ya'ni sinov muddati. Bu yerda sizga oylik to'lashadi, ya'ni 1, 2, 3 oy davomida sizni уже kompyuter oldida sinashadi. Sizga alohida kompyuter beriladi va sizni ish jarayoningiz kuzatib boriladi. Agar siz shu 2-3 oy davomida o'zingizni yaxshi ko'rsatib, o'rgangan narsalaringizni treningda, demoda qo'lla oladigan bo'lsangiz, 4-bosqichdan ham muvaffaqiyatli o'tib 5-bosqichga o'tasiz. Xo'p, eng so'nggi bosqich, 5-bosqich bu уже sizga ofitsialniy ishga olinadigan bosqichingiz hisoblanadi. 2-3 oy davomida siz ishladingiz, har qayerda qo'lingizdan ish kelishini ko'rsatdingiz, ingliz tillaringiz ham ancha yetarli bo'lganini ko'rishdi. Endi sizga bemalol alohida kompyuter berib, sizni ishchi hisobida ishga olishadi va siz ofitsialniy уже logist hisoblanasiz. O'rtoq logistlar, shunaqa go'shli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslikni xohlaysizmi? Bo'lmasa, meni YouTube, Instagram, Telegram kanalida kuzatib boring va sizlar birinchilardan xabar topasiz.